Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Qanday yashaysizlar? Nima hisobiga? U hech qanday pul topolmaydi-ku va senga qaytim kabi pul olib keladi. Ona, men charchadim. Men uni sevaman. Biz bir-birimizni tushunamiz. Bu eng asosiysi. Uning ustiga u ichmaydi, chekmaydi. Biz bir umr birga bo'lamiz. Sevgi bu faqat boshlanishida yaxshi. Keyin esa shunday zarb bo'ladi. Sen yotgan joyingdan sakrab turib ketasan. Oshxonangda faqat makarondan boshqa narsa bo'lmaydi. Bu ham mayli, qiynalmaysanmi? Tufli, ko'ylak, shuba xohlamaysanmi? Yo'q, men faqat u bilan bo'lishni xohlayman. Bu tushunarli. Ha, to'ychi, to'yni qanday qilasizlar? Axir bunga millionlab pul kerak. Shuncha pul bormi sizlarda? Yo'q, to'yni kichkina davra qilib bo'lsa ham o'tkazamiz. Dabdaba kerak emas. Nima xohlasalaring shuni qilaveringlar. Lekin keyin mening oldimga yig'lab kelib o'tirma. Xo'p, onajon, siz oq fotiha bersangiz bo'ldi. Kichkinagina davradan iborat to'y bo'lib o'tdi. Qiz kambag'al, oddiy bir menejerga turmushga chiqdi. Oradan yillar o'tib, ularning oilasida jajjigina qizcha tug'ildi. To'g'ri, har bir oilada bo'lgani kabi oz-moz tortishuv va janjallar ham bo'lib turdi. Urushishardi. Biroz vaqtdan keyin yarashishardi. Har ikkalasi ham ishlashardi. Pullarini ro'zg'orga olib kelishardi. Ona esa hayratlanardi. Ozgina puli bilan qanday yashayapti deb. Bir tomondan onaki quvonardi ham. Kutilmaganda kuyov bola qandaydir kurslarda o'qib chiqdi-da, ishini almashtirdi. Ko'proq pul topadigan bo'ldi. Anchagina. Qandaydir ularning oilasida pullar unchalik ortmasdi. Qizi endi eski kiyimda yurmasdi. O'zi xohlagan zamonaviy kiyimlar kiyib yurardi. Shuba ham sotib oldi. Ona hayron edi. Qanday qilib? Onani ham qizi unutib qo'ymagandi. Tez-tez kelib turardi. Nabirasini ham olib kelardi. Har xil shirinliklar, pishiriqlar olib kelardi. Onasiga mehribon edi. Menga qiziq, men hammasini bilmoqchiman. Buni qanday uddaladilaring? Men seni hech narsasi yo'q. Otang bilan birdan oila qurishga va yashashga rozilik bermagandim. To'ydan keyin ham ishi o'xshamagach ajrashib ketganmiz. Endi yaxshi pul topa boshladi. Uylaringni yana ta'mirlash ham kerak, dedi ona. Bilmadim. Bizga hozir ta'mirsiz ham yaxshi. Otam kambag'al emasdi. Kuyovingiz ham kambag'al emas. Faqat otam sevilmagan er edi. Men esa erimni sevaman. Aytmoqchi, sevimli otamdan sizga ham salom, dedi qizi kulib. Ha, topdingiz. Otasi hayotidagi xatolarni ularga aytib, yo'l yo'riqlar ko'rsatib, hayotini baxtli qilishga ancha yordam bergan edi. Mana azizlar, ushbu hikoyamda aytilganidek, oilada er-xotin sabrli bo'lib, bir-birini sevib, bir-biriga ishonib, hurmat qilsagina oila obod bo'lib, hayot mazmunli bo'ladi. Barchangizning oilangizga baxt tilab qolaman. Doimo Allohim panohida bo'ling.